Do'stlar, navbatdagi diplomlarimiz yetib keldi. Toshkent shahridan Ibrohimova Feruza Mirhamid qizi. Tabriklaymiz. Rahmat. Diplom olish jarayonida qanaqangi qiyinchiliklar yoki yengil bo'ldimi? Shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Boshida topshirganda qiynalaman deb o'ylagandim. Onlayn masofaviy bo'lgani uchun qiynalganim yo'q. Semestrlarning paytida yopdim. Naqala praktikalar paytida bo'ldi. Juda ham zo'r. Mabodo masofaviy o'qimoqchi bo'lganlar bo'lsa, tavsiyalaringiz qanaqa? Bemalol tavsiya berishim mumkin. Juda ham yaxshi. Bu diplomdan tashqari Asia Consult kompaniyasi tomonidan sizni kelajakdagi ishlaringizga omad tilagan holda 50% lik voucher beramiz. Bunda siz o'zingiz magistraturaga kirish imkoniyati bor yoki bo'lmasam tanishlaringizga 50% lik chegirmamiz bor. Rahmat. Qo'shimcha mana bunday kichkinagina sovg'alarimiz ham bor. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Rahmat. Sizlar ham diplom olmoqchi bo'lsalaring, marhamat.